Aka, menga moshinangiz ma'qul keldi. Agar bersangiz, xudo xolisa, arenda qilib qutilardim. Maslahat qilib ko'ringlar aka. Ertaga qolganda gaplashamiz. Xo'p aka. Xo'p, sog' bo'ling. Nima deyaptani? Mashina olmoqchi ekan. Yaxshi bola ekan. Gap so'zi ham yaxshi. Mashinani shunga beradigan bo'lib turibman. Nima deysan shunga? Maqasam bunga berib. Oddiy sapojnik bo'lsa, yurasan ertaga ko'tida halagan itida. Tag'im o'zing bilasan. O'rta, birga tushib chiqasam yo o'zim tushib chiqaymi? O'rta o'zing tushib chiqaver. Bo'ldi, xo'p. Assalomu alaykum. Ye, o'rtoq tuzimisan? Charchamayapsanmi? Men bor uzr o'rtoq, men holingdan xabar olmadim. Oldingda xijolatdimi? Nima xijolat bo'lasan o'rtoq? Menmi kecha so'ragan puling. Rahmat o'rtoq, Alloh rozi bo'lsin. Agar yana kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelaver o'rtoq. Yaxshiligingga qaytaring. O'rtoq shu bolani qara. Ustidan qancha kuldi, choyxonalarga borsa nimalar qilib tashamadiydi. Allohning taqdiri bilan aylanib yana shu bolani oldiga iltimos bilan keldik-a. Puling bor paytda hamma o'rtoqlaring yoningda bo'lar ekanda, yiqilganingda sog'da o'tiradigan bitta bo'lar ekan. Maqasam bunga berib. Oddiy sapojnik bo'lsa, yurasan ertaga ko'tida halagan itida. Tag'im o'zing bilasan.